Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Imron Games. Bugungi videoda juda ko'p kutilgan PS2 25 o'yinining ikkinchi qismini olamiz do'stlar. Xudo xohlasa kanalimizga ketinglar, birinchi qismi bor, o'shani ko'ringlar. Hozir Manchester Unitedmiz biz va Angliya terma komandasiga qarshi o'ynayapmiz. Xo'p, yaxshi. Hozircha to'p bizda edi, lekin olib qo'yishdi do'stlar. Xo'p, to'p yaxshi. Bruno Fernandes. Hop, qanday hujumga o'tyapti? Tepda tushadi Brunoga. Hop, yaxshi, lekin Kazmiro to'pni ololmadi. Hop, Lendov ham to'pni ololmadi. Denlikt ham to'pni ololmadi. Hop, mana zo'ri bor ekan. Vodo degan bor ekan. Hop, yaxshi. Zikze degan to'pni olyapti. Hop, Bruno Fernandes to'pni oluvdi, yana oldi deb qo'ydi. Hop, do'stlar. Hop, yaxshi, juda yaxshi to'pni oldik. Yaxshi, chiqar endi, chiqar. Hop, voy, to'pni oldi deb qo'ydik. Tepdimi? Voy, o'tkazib-ku do'stlar, gol. Ular kuchli ekan do'stlar. Meni qo'lim kelmayaptimi? Ular ketdi-da, Bruno Fernandes, Nacho tez oldi. Hop, yaxshi lekin do'stlar, o'tdi zo'r. Yaxshi, to'pni ololmayapmiz do'stlar, jinniqda o'ynashyapti. Oldik, chiqardik. Yaxshi, Zigze. Yaxshi, Erikson. Yaxshi. Madzi qanday zarba yo'llagan edi? Sizga qaysi komanda? Real Madrid yoki Barselona? Kommentariyaga yozib qo'yinglar do'stlar. Men kutaman. Hop, yaxshi. To'pni oldi. Voy, do'stlar, halakat. Yana o'tkazib yubordi-ku. Unani ham butlashib ketibdi do'stlar. Yaxshi turadi, lekin valataga butlashib ketibdi. O'tda butlashib ketibdi. Yaxshi, to'pni oldik. Chiqar. Tependi. Bot. Hozir tepuvdi lekin. Hop, chiqadi. Kalla qo'yamizmi? Qo'ydik. Qo'yib qo'ydik, chiqadi. Nima shu o'ynashyapti do'stlar? Odam o'ynayapti. Hop, yaxshi lekin. Chiqadi. Voy. Hozir to'zazam unani. Shuni ham to'solmadingmi? Santiago ekan do'stlar. Hop, yaxshi. Qanaqa yaxshi? Yomon do'stlar. Yutkizyapmiz. Nahotki biza yutkizyapmiz. Kallangni qo'yayam. Uy, qanot chiqardi hozir. Yomon chiqardi, Garnacho. To'pni oldik. Yaxshi, yana oldi deb qo'ydik. Yutkizyapmiz do'stlar 3-0 ga. Hop, yaxshi. Hozir to'pni olib comeback qilish kerak. To'pni olib cho'zilib ketdi. Bular cho'zishda ashulagan-ku. Uy, böyle yomon o'ynashyapti. Ligit degan to'plarni chiqar ichiga. Chiqar. Do'stlar, sabzlar. Tepadi ichiga. Kalla qo'y.
Teptirme. Chiqar. Chiqarish kerak edi. To'pni yaxshi oldik. Voy, yana Verdon degan to'pni oldilar. Tepib qopishtirib qo'ydi. Eriksen, davay chiqar. Yetib kelmadi. Seyretganga juda tez tugaydi deyapti. Mayli, don tez tugaydi, tugamaymiz. Yaxshi, chiqar, yaxshi. Давай, Garnacho. Angulo degani. Dan to'pni oldik. Eriksen. Chiqar Eriksen. Zigze. Garnacho. Offside degan Garnacho offside o'yinda juda zo'r ish bo'lardi, lekin do'stlar, ishonadinglar. Shunaqa zo'r ish bo'lardi. Bunaqa ish uncha asla bo'lmas. Ashpasini bitmoqda. Podachi o'ynashgan ular. Hayotda o'zi bitgan bir o'yin olmaydi. Hayotda yomon o'ynab beradi. Sashta yomon o'ynab. Hujumda вообще vadatada Buffonni tanishinglar kerak, undan Yashin zo'r to'sadi. Buffonni Yashinmi? Kommentariyaga yozinglar do'stlar. Har doim onlaynman do'stlar. 24/7. Bemalol obunalarni bosib tashaverasiz. Deb. Voy, Zigze. Nima qildik? Yaxshi, kayfiyat tushirmaymiz do'stlar. Muhimi kayfiyat tushirmaymiz. Deb ichiga bo'tam kalla qo'ydik. To'pni yaxshi, yomon. Do'stlar, hozircha yaxshi. 3-0 qilmasa zo'r bo'lardi. 3-0 qilmay, Gabriel degani Angulo tepdi. Voy, bular qonog'i deyishyapti bular. Yomon o'ynashganlar. O'ynani yig'laysan-da, bot. O'ynash bilmagandan. 2 daqiqa qo'shib berildi, o'sha 2 daqiqadan tugadi. Yutkazib qo'ydik-ku. Ronaldo yo'qda. Messimi? Zidanmi? Yo'qda ishlar. Hozir biz yana o'ynashga harakat qilamiz. Chiqib ketdi. Do'stlar, boshqatdan ketamiz. Ozgina kutib do'stlar. Yaxshi, X-ni bosamiz. Ctrl-Z. Mashinaga kiramiz. Qaysi? Yevropami? Amerikami? Yevropaga kiramiz. Belgiya, balolar, Braziliya kelincha bu tarkiblar. Yevropaga kelib, Osiyoga kelib, bu ham bu qani? Astagfirullah. Shu ham chamanda. Yevropaga kelamiz qaytib. Shu yerdan qidiramiz endi. Bala. Englishda qaytib Manchester tanlam. Chiqmadi. Bayer bo'lar ekan,
Bayetler. Real çıkmayaptı ya dost. Ben sana Kevin Batı çıkıyor. Pazar dostlar az yine bitecek çıkıyor öyle de.